Assalomu alaykum. Bugun biz Biko zavodidamiz. Profillarni ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishamiz. Qani do'stlar, ketdik. Turkiyadan keltirilgan robot uskunalar sanoatda muhim vazifani bajaradi. Profillarni ishlab chiqarish jarayoni aynan shu yerda boshlanadi. Ko'rib turganinglar, PBX seriyasi bu tepaga chiqib kerakli ximikatga qo'shilib, mikserda aylantirilib pishiriladi va bu xolodilnikda sovutiladi. Sovutib bo'lingach, mana shunday idishlarga solinadi. Tayyor PBX seriyasi ushbu turbalardan o'tib, kerakli gradusda pishirilib, qolip tomonga yuboriladi. Qolipda kerakli shakllarga keltirilib, sovutilib va suvli vannalarga jo'natiladi. Bu uskunada kesish va korxona logotipi tushirilgan maxsus himoya plyonka yopishtiriladi va bir vaqtning o'zida rezinalar ham o'rnatiladi. Sizlarga ham shunday sifatli profillar kerakmi? Hozirroq murojaat qiling.